bu xususiyatlar bo'yicha qolgan raqobatchilardan o'zimiz qanchalik ustunmiz, qayerda yutkazyapmiz, qayerda yutyapmiz deydigan savolga javob topishimizga yordam beradigan yaxshi instrumentlardan biri. O'zingizlarga savol beringlar. Sizlarni sohada mijoziylar, sizlarni sotayotgan mahsulot yoki xizmatinglarni tanlashda nima ular uchun muhim? Tabiiyki, bu xususiyatlarda qolgan raqobatchilar ham bu takliflarni taklif qilyapti mijozlarga. Konkurentingiz oldiga borsak-ku va so'raymiz, qanaqa sizlarning mahsulot desa, to'g'ri bizaniki sal sifatsizroq deydimi? Demak, siz aytishingiz mumkinki, men bozorda qolgan konkurentlardan eng zo'r narx beraman. Mana shu narsalar hammasi bizda bor. Aytaylik, qaysidir raqobatchimizda qaysidir narsa yo'q. Bundan oldingi mavzularda xabaringlar bor. Aynan Ansoff matritsasi, Porter strategiyasini ko'rib chiqdik va bundan keyin endi o'zimizni kuchli tomonlarimizni qanaqa qilib aniqlab olamiz. Xo'p, kuchli tomondan kelib chiqib strategiya tanlash kerak deydigan xulosa. Lekin bu kuchli tomonni qanaqa qilib topamiz deydigan bo'lsanglar, bugun mana shu tahlil, ma'lum bir muhim tahlil instrumentlari haqida gaplashamiz. Korxona o'zini kuchli, kuchsiz tomonlarini aniqlab olishga va bundan oldingi darsda SWOT tahlilini ko'rib chiqdik. Ya'ni korxona o'zini kuchli tomonlari, zaif tomonlari, ichki omillari va tashqi omillar, bozordagi imkoniyatlar, opportunities va threats, ya'ni tahdidlar, nima tahdidlarga tayyor bo'lish kerak. Mana shundan kelib chiqib, biz sizlarga tayyor shablon ham berdik. Aynan o'zingizlarning korxonalarda foydalanishingiz mumkin bo'lgan va bugun endi shunga o'xshash, to'g'rima-to'g'ri bo'lmasa ham qisman o'xshash yana bitta instrument, ya'ni xususiyatlar bo'yicha qiyosiy tahlil instrumentini ko'rib chiqamiz. Bu juda ko'p vaqt olmaydi. Mana men qisqacha tushuntiraman. Qaranglar, o'zimiz biza raqobatchilar bilan o'zimizni nima qilamiz? Muhim mijozlar uchun bizni sohada tanlov qilishida, bizni sohani tanlashida, bizni mahsulot xizmatimizni sotib olishida muhim bo'lgan mijozlar uchun muhim bo'lgan omillarni, mana xususiyatlarni yozib chiqamizda va bu xususiyatlar bo'yicha qolgan raqobatchilardan o'zimiz qanchalik ustunmiz, qayerda yutkazyapmiz, qayerda yutyapmiz deydigan savolga javob topishimizga yordam beradigan yaxshi instrumentlardan biri. O'zim buni kurslarda o'qiganda zo'r o'zimga insight qilib olganman. Doim foydalanamiz va sizlarga ham shuni ilm olamiz. Mana buni tayyor, mana Google Docsda sizlarga shablonni tashlab ham beramiz. Olib o'zingizlarga ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun aytaylik, qaysidir sohada o'zingizlarga savol beringlar. Sizlarni sohada mijoziylar, sizlarni sotayotgan mahsulot yoki xizmatinglarni tanlashda nima ular uchun muhim? Juda ham muhim. Aytaylik, birinchi xususiyat yozishimiz mumkin. Bizning sohada narx muhim. Albatta narxga qaraydi. Juda ham zo'r. Narxni yozamiz. Ikkinchisida yetkazib berish bizda juda ham muhim. Dastavka bo'lishi shart. Xo'p, juda ham yaxshi. Ikkinchi xususiyatga dastavka yozamiz. Uchinchisiga yana nima muhim bo'lishi mumkin? Aytaylik, to'lov imkoniyatlari qulay bo'lishi kerak mijozlarga. Ya'ni bo'lib to'lash, mana shunaqa imkoniyatlar bo'lishi kerak. Bu mijozlarimiz uchun muhim, qulaylik yaratadi desanglar, zo'r. Bo'lib to'lash, to'lov imkoniyatlari deb yozdik. Mana 3 ta xususiyatni tanlab oldik. Misol uchun hamma o'zini sohasidan kelib chiqib. Endi tabiiyki bu xususiyatlarda qolgan raqobatchilar ham bu takliflarni taklif qilyapti mijozlarga. Hech kim, misol uchun mana ko'pchilik aytadi, "Sizni nima afzalligingiz bor raqobatchingizdan?" desam, aytadiki, "Meni tovarim deydi, sifatli" deydi. U nima degani sifatli? Bu to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, boshqa konkurentingiz oldiga borsak-ku va so'raymiz, "Qanaqa sizlarning mahsulot?" desa, "To'g'ri bizaniki sal sifatsizroq" deydimi? Hech kim unaqa demaydi. U sifat bu nisbiy narsa. Bu sifat hamma uchun bir xil narsa emas. Misol uchun sifatli deganda siz nimani nazarda tutasiz? Sifatli deganda yetkazib berish qancha tez bo'lsa, demak bu korxonaning xizmati sifatli deyishingiz mumkin. Kimdir aytadi, "Yo'q, menga yetkazib berish kerak emas, mashinam bor. Menga shunchaki narxini zo'r qilib bersangiz, men sizni eng zo'r korxona sifatida qabul qilaman" deyishi mumkin. Mana sifat hamma uchun har xil. Shu sababdan haqiqiy o'lchasa bo'ladigan xususiyatlarni yozamiz va buni qolgan raqobatchilar bilan tahlil qilib ko'ramiz. Ya'ni qolgan raqobatchilar ham bu takliflarni beryapti mijozlarga. Biza bunda qanchalik ustunmiz, qanchalik nima deydi, orqada qolyapmiz deydigan savolga javob topamiz. Mana endi xususiyatlar bo'yicha pastga yozamiz. Birinchisi o'zimizning mahsulot va pastda raqobatchilarning takliflarini yozamizda, mana shu xususiyatlar bo'yicha xolisona o'zimizni aldamagan holda 1 dan 5 gacha baho qo'yib chiqamiz. Qanaqa qilib ishlatamiz? Aytaylik, birinchisi narxmidi? Demak, siz aytishingiz mumkinki, "Men bozorda qolgan konkurentlardan eng zo'r narx beraman" desangiz, demak zo'r. O'zingizning mahsulotingizga 5 baho qo'yasiz. Qolganlar sizdan tabiiy ravishda, asosli ravishda, haqqoniy ravishda pastroq bo'ladigan bo'lsa, ularda 4 yoki 2, 3, 1 shunaqa bo'lishi mumkin. Demak, siz birinchi xususiyat bo'yicha konkurentlardan nimasiz? Ustunsiz, oldinda turasiz.
Xo'p, ikkinchi xususiyat yetkazib berish bo'yicha aytishingiz mumkin, bizaniki sal hali to'liq yo'lga qo'yilmadi, ozgina kamchiliklarimiz bor desa, zo'r o'zingizga 2 yoki 3 qo'yasizdik. Aytaylik, bu yetkazib berish qaysidir konkurentingizda nima bo'lishi mumkin? Yuqori darajada bo'lishi mumkin. Demak, siz ikkinchi pozitsiyada o'sha yutkazyapsiz konkurentingiz bilan. Mana shunaqa qilib hamma muhim xususiyatlarni tahlil qilaverasizdik. Oxiri sizga shunaqa karta paydo bo'ladi. Siz yaqqol o'zingiz ko'rasiz, qayerda kuchlisiz, nimada kuchlisiz. Mana shunga fokus qilishni boshlaysiz. Mana bu bundan oldingi o'tgan darslarimizdagi strategiyadan kelib chiqib, ha deysiz, menda narxini eng arzon bera olar ekanman boshqada deydigan bo'lsangiz va siz aytasizki, men hammaga sotib olish imkoniyatim bor desa, demak, Porter strategiyasi bo'yicha sizga qaysi strategiya to'g'ri kelyapti? Birinchisi, katta bozorga eng past narxda berish. Buni tanlashda qayerdan bilaman siz? Mana shu instrument orqali, SWOT analizi va mana bu instrument orqali bemalol o'zingizni kuchli va zaif tomonlaringizni aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, buni tushuntira oldim. Juda qiyin narsa emas. Bemalol mana shu faqat baho qo'yishda xolisona qo'yinglar. Unaqa o'zingizlarni aldab, hammasiga o'zingizlarga 5, qolganlarga 1, 2 no qo'yib chiqmanglar. O'zingizlarni xursand qilib, konkret bor narsa tahlil qilib, surishtirib, tayni покупатель deydi, telefon qilib ko'rib raqobatchilarga, ularni takliflarini o'rganib ko'rib, bemalol mana shundan kelib chiqib xulosa qilsanglar bo'ladi. Keyingisi shunga o'xshagan narsa. Mana buni shaxsan M-Factor biznes maktabi o'zimiz ishlatadigan instrument sizlarga ko'rsatyapman. Bu plus minuslar bo'yicha qiyosiy tahlil. Bu ham mana bundan oldingi tahlilga deyarli bir xil o'xshash. Mana bu yoq pastga bu tomoniga yozasizlar. Barcha mijoziylar uchun muhim xususiyatlar, ya'ni sizning mahsulot yoki xizmatingizdagi barcha xususiyatlarni yozasizlar. Bundan bu yog'iga mana tayyor shablonni tashab beramiz. Bizda mana o'zingizning mahsulotingiz va bu yog'iga raqobatchilarni yozasiz. Mana shu muhim xususiyatlar qaysi sizda nechtasi bor, qolgan konkurentingizda nechtasi bor? Sizda borlariga plus yashil qo'yasiz, sizda yo'qlariga qizil minus qo'yasiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana xususiyatlar, kurslarning xususiyati bo'yicha mana tajribali ustozlar, bozor talabiga mos o'quv dasturi, asosiy darslardan tashqari guest lecturelar, bepul master klasslar, mastermindlar, mana shu narsalar hammasi bizda bor. Aytaylik, qaysidir raqobatchimizda qaysidir narsa yo'q. Biz endi bundan qanaqa foydalanamiz? Endi bizani oldimizga sizlar aytishinglar mumkin. Javohir aka, nimaga sizlarni kursinglarda o'qishim kerak desa, biz aytamizki, xo'p, Abduljalil aka, Rasul aka, Azizbek aka, ularni ham surishtirib ko'rdingizmi? Qolganlarda ham mana shunaqa imkoniyatlar bormi ekan bizlarga bor desam, siz tabiiy ravishda biz uni tahlil qilganmiz-ku, bilamiz-ku ularda yo'qligini. Siz aytasiz, yo'q ekan. Ana o'shaning uchun bizning narximiz qimmatroq. Bu nima beradi, qadrli do'stlar? Mana shu pluslar Porter strategiyasidagi farqlanish strategiyasiga olib boradi. Ya'ni biz qolganlardan qimmat sota olamiz, chunki qaysidir xususiyatlar bo'yicha biz qolganlardan farqlanamiz. Tushuntira oldimmi? Mana shu orqali bemalol o'zingizni tahlil qilsangiz bo'ladi. Juda ham sizga yordam beradigan instrument hisoblanadi. Qadrli do'stlar, bularni sizlarga tashlab beramiz. Pastda ushbu video ostida silka qoldiramiz. Bemalol kirib yuklab olsanglar bo'ladi va tavsiya qilaman, albatta ishlatinglar. Tushunmagan joylar bo'lsa, yana qayta ko'ringlar-da, savollaringiz bo'lsa yetkazinglar. Biz sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.